Yilpiz mushuk oilasi ichidagi eng mahir ovchi. U eng qiyin joylardami nihoyatda ustalik bilan yo'shirna oladi. Azgalning tikqirlari uning o'ljisini paylash o'rni. Erkak böken yetarlik darajada yaqin. Ammo u bir qadar cho'ng. Ovlash undoq oson emas. Yilpiz sezdirmasdan o'tib ketish kerak. Agar böken uni sizib qolsa, yo'shirun hujum qilish plani mag'lub bo'ladi. Asta. Ovda g'alaba qilish uchun o'tlayotgan böken ichidan eng muvofiqini tepish lozim. Yoki texmi yaxshisini, ya'ni azgal ichidagi bökenni. Tolumi afsus. Agar yilpiz bökenni tutalgan bo'lsa, bir haftalik yemaklikka tal bo'lgan bo'ladi. Ammo yanada umid bor. Yangi nishonni tepishning eng tez yo'li ustiga qarash. Ammo bu nihoyat xatarlik. Saatiga 65 kilometrlik tezlikda birli sakrash bilan hamma jarayon faqat 6 sekundda tamomlandi. Biroq bu qatimmi muvaffaqiyatli bo'lmadi. Gangrab o'shini yo'qotgan böken yilpiz panjasidan mo'jizalarcha qutulib ketdi.